Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yecuzul ibtida bin nekire ma lem tufit kainde zeydin nemire. Ve hel feta fikum fema khillul lena ve reculun minel kerami indena ve rağbetun fil hayri hayrun ve amel birrin yazinu ve li yukas ma lem yukal. والأسو في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحسرا أو كان مسندا لذي لام الإفتداء أو لازم الصدر kemelli muncida. Ev lazime sadri kemelli muncida. Muncit. Diyecek. Ve nehu indi dirhemun veli veter multezemun fihi takaddumul haber. Keza iza ade aleyhi mudmeru mimma bihi anhu mubinen yuhberu. Ve durus bulmaydı iftida kılış nekir isimli. Madami ki paydı beğenmişse o nekir isim. İnde zeydin nemiretun diyen o şaş. Ve hel peten pikum diyen o şaş. Onu deyken mahillul lena diyen o şaş ve reculun minel kerami indena diyen o şaş ve rağbetun fil hayri hayrun diyen o şaş ve emelu birrin yazinu diyen o şaş. Ve kıyas kılınsın anda bir nemesindeki değil miydi o nesini deydemdi. Bizim de iftida diyen muşu bab kelgen tuk aldığı dersimiz yani mubtada kandak oldu, kancı kısım oldu, haber kandak oldu, cümle bazı kandak oldu diyen dedik. Muşu gapning üstüde nime kıldık, toxtaldık. Hazır hem de yukarıki gapke diyen ki asasen mubtada olan nesniki üzü cezmen ma'rif oldu. Bunu da yukarıki misallarda hem kaydedim dep ütüldü yani. Nekiri isimliki üzü katli nime olmaydı o mubtada yani şu cümledeki ilgisi bulmaydı. Hem de ya deydin, benim mubtada kılış nekir isimli durs buludu. Bulmaydı aş yok. Madami ki paydı beğenmişse o isim. Yani nekir isimli mubtada kılış kişi bulmaydı. Paydı beğenmişse. Yani nekir isim mubtada kılsak uçağda hiç kadar bir paydı beğenmeydiken. O muhatepke, yaptığı şavatka ademke uçağın üzerinde bu nekir isimli apırıp uçağın üzerine benim mubtada kırıp uçağı kısakçı bulmaydı o. Ama nekiri isimli üzerine neyme kıldıken paydıçı verdiken. İşte ama paydıçı verdiken. Azrak bir paydı verirken yaptığı şavatka ademinin üzerine uçağın üzerinde nekiri bolsun uçağın üzerinde bu nekirin üzerinde azrak olsun tahsislaştı edip uçağın üzerinde kandak kılımız onun için mubtada çok kılımız deydi. Mesela kaimun raculun. Mela kaimun mubtada, reculun haber digil olmaydı. İşte bu digil olmaydı. Çünkü kaimi diyen imen nekire. Reculun ona haber o nekire oldu. Anda o an iken bunda halette Arap dilde kemmeydi hem kılmayımız. Çünkü ne için? Çünkü kaimun nekire olan iken ma gapniki ilgisi buluşu cezme tonuyduğun bir nesli buluş gerek. O bir nesli ilgisi olmayı durup onu apırıp yani onun ilgisi kim iken bilmegen nes bir nes ilgi olamda bulamaydı. Baş olamaydı. Onun için şu baş olan yani mubtada olan nesin üzü cezmen ma'rif oluş gerek. Anın deyken sen Zeydun kaimun, emrun kale diye dedik. Yani deyken emrahun, Abdullah falan pukun edersek uçanın tonudu o mubtadaçı olurdu. Ama nekire isimli undakçı kağıdı çok bulmaydı. Ama o nekire isimlik üzün nemiken
nekir oğa isimniki özü azraq olsunmu muhatapniki özüge yetkip tekşabatqa adamın özüge payda ep kelediken. Payda ep kelgen bolsa uçanın özüde bu ne boğan boludu? Mubtada oluşkuçu durus olğan boludu. Çünkü demiş kan mubtadaniki buluşdaki asli şartı nimeti ma'rif buluş. Mana bir nekir isimning özü azraq olsun payda ep geldi demek. Nim degan gap boludu? Azraq olsunmu tunish oldu degan gap. O tuğnuğan nesi faydalı bir adam. Tuğnuğan nesi hiç faydalanmaydı. Onda olan için azraq olsun tuğnuş oldu diyen gap. Uçağınız azraq olsun ma'rifigi nima qildi? Tuğnuşluqqa yani yakınlaştı diyen gap. Bu itibardan şu isimdeki nekir isimnizin mubtada bo'lishki durus. Mesela inde Zeydin nemiratun deptu. Zeyd'nin kaşıda yılpiz var. Deptendi. Yolvaz. Deyimiz nemiratun degan nima? Yilpiz mesela. En yamani. Endi mana inde Zeydin degan nima degan gap? Xabar muqaddam muzaf ilay. Nemiratun mubtada muakhar. Nemiratunki o'zi nima bo'ldi hozir? Mubtada bo'ldi. Nima uchun? Chunki bu yerda azraq nima va payda va. U qav yani bir adam dediki, ha Zeyd'in kaşıda Bahadur bir yilpiz var degan ekan. Yani demek inde Zeyd'i degan a gapni boshqa keltirish orqali ha Zeyd'ni kaşıda degan ekan inde de shu gap chiqdi zarfning sababi bilan. Unda oldin uniki ya isim bütün nemre demekçi emasken bilgilanmaygan nemre demekçi emasken yani Zeyd naxuni kaşıdagi nemre ekan. Yani şu yerdagi bir dana nemre ekan ya yilpiz ekan degan gapni o'zini nima qilamiz? U yerda o'qitimiz azroq bo'lsin nima bo'ldi o'chan o'zidan men taxassuschi bo'ldi deymiz. Yani xabar muqaddam bo'lsa zarf bo'lib o'chan o'zida u mubtada nekir bo'lsa shu mubtadachi bo'la oladi. İkincisi hal fatal pikum debtu. Aya bir yigit duamı silida debtu. Aya yigit duamı silida degan pedan degan mubtada. Pikum degan uniki jar majrur mutaliq mas'ul xabar bo'lgan bo'ldi. Unda bo'lki bu fata degan gap yigit degan gap. Yigit degan nima? Yigit degan gap bu kim ekan qo'llanmaydi endi. Bütün şu dunyoda hamma yigit deymiz. Lekin bu yerda hal deb kelgan vaqt o'zida nima bo'ladi? Aya degandan aya sizni qashingida yigit degandan ha bu bütün yil qo'llanmaygan yigit emas emaskan ma adamniki qashidagi yigitniki o'zida ma hal bilan so'rab o'tibdi. Faqat shuning bilan nima bo'ldi? O hal bilan taxassuslashdi, ma'rifga aylandi degan shu gap bo'ldi. Unda bo'lgan yani bir nekir olgan ism o'zi ispandan keyin kelgan bo'lsa uçağımızın ne boludu o? Men mubtadaçı boludu. İspamı tayin deyimiz. Pema xillul lana. Anda o andikin yok, hiç kandak sırdaş dost yok biz üçün deptu. Men demdi, men xillu degan mubtada oldu. Da onunki xabari olgan boludu. Men bu nekirniki özü ne boldu bu yerda mubtada oldu. Çünkü xillun degan bu nekir isim ma degan nefiyiniki tahtiga kirib, uçağımızda bu cinsini payda bergandan cinsini payda bergandan yani demek mana hech qanday do'st hech qanday degan hammani bir ulgicha uchoqcha hammani chiqarayotganiki bu hammani o'z ichiga olganiki ma'niki umum istig'roq yani cins umumni nafiy qilish bilan bu nima bo'ldi go'yo birdek bo'ldi birdek bo'lgandiki buni tayinib shunda u nekirning usti nima bo'ldi o'chanda taxassusga aylanib mubtadachi bo'ldi deydi va rajulun minal kirami indana debtu ve er kişi mana ulug'lardan bo'lgan er kishi bizning qashimizda debdi. Bu yerda rajul degan nekir bo'lgan bo'ldi. Bu mubtada bo'lgan bo'ldi. Bu mubtadaniki nima uchun bo'ladi? Ma'rif bo'lmasa minal kirami degan ma ism bilan bu sifatlar deydi mala sifat deb atildi. Chunki bu yerda ulug'lardan bo'lgan kishi degan gap ulug' kishi degan gap bo'ldi. Ya'ni kishining hammasi emas, o kişinin hemmisinin işte ulug' kishiniki, o katta kishiniki o'zi taxassus olgandan keyin o azroq bo'lsin nima bo'ldi? Xaslashdi. Bu e'tiboridan sifatdan xaslashdi. Anda o mubtada bo'ladi deymiz. Va rag'batun fil xayri xayrun debdi. Yaxshilikda qiziqish nimadir o? Yaxshi ishlar, yaxshi qiliqlardan meni rag'bat qilib qiziqishniki o'zi bu nimadir o? Yaxshidir debdi. Undan olgandan keyin rag'batun degan nekir ism bo'lgan bo'ldi. Bu mubtada bo'lgan bo'ldi. Bu mubtada bo'lishligi o'zi fil xayri degan o'sha zarfniki sababidan rag'batga qiziqish zot amti bu. Nima qiziqish o'z lafzi bo'lib emas o. Lekin fil xayri degan narsa kelish orqali bu xayrniki o'zi nima bo'ldi o? Yani bütün
paskına, haram narsa hamısı emas. Yani yaxshi narsani qiziqish degandan keyin, yani nim bo'ldi anidan xaslashdi bilan, ma pil xayrlar zarb bilan u chog'ingizda bu nim bo'ldi deb u mubtada bo'ldi deymiz. Va amalu birrin yazinu. Meni yaxshi ishni qilish degan nima qiladi? Meni odamga go'zallik berdi debdi. Yani chiroyli ko'rsatdi. Zana yazinu degan gap. Anda o'yadi ki, mayli amal degan zot hamma narsa amal. Shunaqa amal degan hamma narsaning bo'lgan bo'ladi, amal. Mayli ariq ishgan, zina qilgan, yolg'on gap qilgan, va'dasi to'magan, mush ishniki hammasi amal bo'ladi. Ammo shu amalniki o'zini birrin degan ma ishga izof qilish orqali bu nimaga aylandi? Taxassusga aylandi. Ya'ni yaxshilikdan iborat bo'lgan amal degandan keyin duyaraq bilgin olmaydigan amalning hammasidan yaxshilik tarafida bo'lgan amal xaslashtirganligi bu izofatli jahdidan bu xaslashtirib, shuna bu azroq bo'lsa-mu ma'rifiga nima qildi? Yaqinlashdi, ma'rif bo'ldi. Mana bu e'tibordan bu nima dedik uni mubtada muzof-muzofuda, yazining o'zi nima dedik uni xabar dedik, jumla xabar dedik. Mushtaq jumlachi bo'ladi deydi. Ya'ni mana mushudaq nekiri ismniki o'zi azroq bo'lsa-mu taxassusga aylanib, muxotabning o'ziga foyda bergan bo'lsa, uqalgan bo'lsa, gapning o'zidan mutakallim kelgan gapining o'zidan, u chog'ning o'zida mana ash nimalar, mana nakir ismning o'zi mubtadachi bo'la oladi. Illaki ma'rif bo'lish shart emas. Ba'zi vaqtning o'zida mushtaqmichu kelib qoladi. Siz buni chu bilib qo'ying. Voy bu yer nakir ism mubtada bo'lmaydi degancha demang. Ba'zi vaqt mushtaq shart deb qilgan vaqtning o'zida men bo'ladi deydi. Val yuqas ma lam yuqal. Va qiyos qililsin deydi. Anda bir nimasiki deyilmidi u misallarni mayada. Men mayada 6 dal misalni keltirib qo'ydim. Ya'ni nakir ism 6 shart tepilgan vaqt o'zida shunda andaki mubtada bo'ladi deb, undan boshqa, ya'ni boshqa kitoblarda va boshqa nahviy olimlari bundan 6 demecha, yani 20 necha deganlar va ba'zi 30 necha shartni qo'ydi. Mush bo'lsa andaki nakir ism mubtada bo'ladi. Men mush narsa siz bushda qarab andaki amil demisam bir qancha 6 misol deb qo'ydi. Buni qarab andaki nima qilsangiz bo'ladi? Meni mubtada bo'ldi desangiz bo'ldi. Endi biz demagan narsa o'zi ma'noga demagan bir narsa bor. Shuni men 6 misolni o'zi qiyos qilaman. Men mushda kichkina bo'lsin bir qiyos, ya'ni xasga aylantirgan bo'lsa nakir ismning o'zini biz o'chan o'zini nima deymiz? Uni mubtada debchi mushtaqchi deymiz deydi. Mana bu 20 ba'zilar 20 deydi ekan, ba'zilar unutdim jiq deganlar bor. Mana bu ba'zilar 25, 24 yoki 30 necha deganlar çok bandi. O hamda cho'ng kitoblar bu deyiladi. Hamda bu yerda faqat biz mush qoidani bilib olsak, ya'ni nakir ismniki muxotabga foyda bergidek bir taxassusga aylangan bir shakl bo'lgan bo'lsa, mayli istifom tayinlamdi, mayli nefiga tayinlamdi, ya zarb bir sifat tayinlamdi, bir ish bo'lamdi, ish qilib, bir ish qilib, mushda xas taxassusga aylanib, andaki muxotabning o'zi ma mutakallim bo'lgan mandaqni deb uni tushunansin, mubtada qilaveramiz deydi. Bu qoidani bilib oldik endi, bu bo'ldi. Atoyda ammani bildimisam deydi. Şununla yukarıki dersimizin özüde, mene nekiri isimdeki üzümü ma'lum bir sebepniki cehdidin xasık aylağa vakti özüde ne boldu iken, muftadaçı boldu iken. Bunu okualdık. Şimdi asli haberlerde şu ki kim keltirilge bu haberlerini. Şimdi cümle ne bildi terkip tapıdı? Kalan, mubtada ve haberdin. Mubtada nime başta haberçi kim kelidi? Bu nima o? Qayda. Onda o ki xabardagi asli qayda, yani asli o'rni buniki qo'ygan vaqt o'zida mubtadodan kim bo'lish, Zaydun qoimun bo'lish. Mubtada nima? Boshda xabarchi kim keladi. Bu nima o? Men shunga mubtadoning o'zini nima? So'zning egisi, ya'ni ash kalomning hammasi egisi ashada ham degan gap, xabardan tortib hamma narsa. Unda o'yadi boshda bo'ladi, xabarchi kim bo'ladi. Bu asli qayda. Normalda mushtaqchi qayda ham deb. Şimdi qayda olgandan keyin va durust qildilar bu arablar ilgir qilishni. Nima ilgir qilishni? Xabarni mubtadodan ilgir qilishni. Ol bir vaqtdagi nima yo'q, zarar yo'q. Mana zarar yo'qki, tekshavatga odamga zarar yetkazmaydi. Masalan,
Shu xabarni ilgari qilib qolsak, mubtada kelib qolsak, tingshayotgan odam bu gapni nima chiqdi deb qalaymi qilib ziyon tortib, u qolmay xato mazmunni tushungan undaq bo'lmasa, u chog'da mubtada ma'u, xabar ma'u deb aqancha ilgari kim bo'lib ketsa-mi, u chog'da o'zi mushtaq bo'lgan vaqt o'zida mubtadaniki beshiga xabarni chiqib, xabarni mubtada keyin chiqsaqchi bo'laverdi. Unda bo'lmaydi deydigan unchalar nima yo'q, mena gapchi yo'q deydi. Masalan, Zaydun qoimun. Mesela Zeydun qame. Zeydun qame yani mubtada qame xabar oldu. Bu asl mushtaq kelish. Ammo qame Zeydun deb qolsak, o'chanimizda zarar qiladi. Nima zarar qiladi? Zeydun qaimun, qame degan odam bilan qame Zeydun degan odamniki ikkisiniki o'ttirsa jazma farq bor. Biz ham o'qimaymiz ajam bo'lgandan keyin. Lekin arablarniki adabiyot shaklida Qur'on va hadisi buni nima qildi? Uni alayda, buni ta'kidlaydi, farq bor deb ajoyib tafsir qildi yani. Mesela demiş ki, Zeydun qame degan vaqt o'zi nima bo'ladi? Jumla ismi bo'ladi. Jumla ismininki, chunki jumla ismi bo'lishi jumlaning beshta ism kelgan jumla ismiya deymiz. Endi qame Zeydun kelsa umum jumla, lekin jumla piliya bo'ladi. Chunki jumlaning beshi nima keldi? Pil keldi qame deb. Mana bu e'tiborda jumla piliya deymiz. Anda o'g'aniki bu Zeydun qame bilan qame Zeydun farqi nima? Biz endi Uyg'urchamizga o'xshash deymiz. O Zeyd o'rturpli deymiz. Men Zeydun qame olsun ya qame Zeydun olsun. Lekin Arabda bundaq emas. Qame Zeydun bilan Zeydun qamening nimasi bor? Farq bor. Zeydun qame Zeydun degan gap nima degan gap? Zeyd turpli degan gap. O'chanizda gapni shavotgan odam Zeyd to'mabdimda unda bir inkor nimasi yo'q. Ammo Zeydun qame degan odam nima degan gap bu? A gapni ma gapsa kuchliq. A Zeydnahuni o'rtib qolsa, gumon qilib, mutaraddid bo'lib qolgan odam nima deydi u odam? Zeydun qame deydi. Qame Zeydun demaydi. O adam xoli zihnida bu balog'at gap qo'y. Bu adam hech qanday nimasi yo'q. Nimasi ma ishlaygan vaqtda nima deymiz o'chamizda? Zeydun, nima qame Zeydun desa tushandi. O Zeyd o'tib turdi deymiz. Endi uni sal qanday bo'lganda bundaqmi desa, nima deymiz o'chamizda? Zeydun qame deymiz. Chunki Zeydun qame ikkisi bir kalomdan bo'lgan bilan bu ikki kalom. Birisi nima? Zeydun mubtada qame nima? Jumla xabar deymiz. Jumla u. Biz Zeydun qame bir jumla, ayran yani ayrım yine terkip etsek qame o ayrım bir cümle. Unda o ki Zeydun qame degan gap bo'ldi. Mana qame Zeydun degandek oldu. Yani Zeyd tudi degandek çok gap bo'ldi. Shu bu nima u farqi bor. Shuning uchun mana o'chamizda jumla yilaki mubtada bo'lgan vaqtimizda mubtada odati turish kerak. Xabar bo'lgan vaqtimizda xabar odati bo'lishga bu asl qoida. Buzib ketadi. Shunga mushtaq bo'lishi kerak. Ama bir sebepler tepilse zarar qilmaydigan, uçağınızda nima qilamiz, uçağınızda uçağın zarar qilmasa, uçaq xabar ilgili olsun. Mesela Zeydun qaimun. Zeydun qaimun desa, men hammadan biliki mubtada degan Zeyd qaimun xabar. Hamda qaimun Zeydun desa, uni mi biladi o adam? Uni biladiki, voy bu qaimun Zeyd degan vaqtda bu aytam deb qapti, ammo bu xabar muqaddamga mubtada muaxir deb, mutakallimning gapiniki tushunish jihati zarar topmaydi. Ziyon tortib ketmaydi, u qoladi. Bunda vaqtingiz uchun durust. Bo'lmasa uchun agar zarar tortib qolgan vaqtingizdan qat'iy bo'lmasan, nima har ikkisi lekirupti. Masalan, har ikkisi ma'ruf deydi mubtada xabarning. Masalan, nima? Allohu ilahuna. Allah bizning ilohimizdir. Uchanizda har ikkisi mubtada xabar qilsak bo'ladi. Lekin mutakallim Allohu ilahuna Allohni mubtada qilish, ilohni xabar qilishniki degan odam bilan ilahunaniki mubtada Allohni xabar qilish jazman farqi bor. Biz hozir o'qimaymiz buni hozir o'rganib. Bunda nima farq bo'ldi? Bu farq bo'ladi balog'atda. Ammo zarar qilib qolsa o'chaningizda qat'iy durust bo'lmaydi endi. Zarar qilmasa o'chaningizda nima u xabarni ilgari qilsaqchi bo'ladi. Zarar qilib qolgan qat'iy bo'lmaydi. Mesela Zeydun qaimun Zeydun desak zarar qilmaganingizda, chunki buni biladi. Hammadan buni nima qildi gap, uni uchun bildigan gap. O'chaningizda bu nima u durust deydi. Temna'u hina yastabil cüz'ani örfen ve nukran adime beyani. Hem de meyad dediğine toskun sen şu haberini ol bir zamandaki beraber oldu işkili parça mərfilikdə ya ki nekirlikdə bayanını yoxatqan alətdə
Şu vaqtning o'zida andikin xabarniki o'zini mubtadodan ilgari chiqishi to's. Qat'iy bo'lmaydi deydi. Mana qanday vaqt o'zida ikki yil pocha ma'rifatlikda o'xshashgan. Şu ma'rifat o'xshashgan mesela hozir deganimizdek Allohu ilahuna yoki ilahuni Allah desa her ikkilisi ma'rif bo'ldi yani mubtada xabar. Mubtada xabar her ikki Allah degan ma'rifani ilahun muzofat bilan ma'rifat etdik. Mana mushu vaqtning o'zida uçada mutakallim biz ya gap qildim qon mubtada qilib qon xabar qilish irod qilgan bo'lsa biz uçani opirib Allah'ın mubtada qilib ilahun xabar qilmoqchi bo'lsak o'sha og'zimizda ilahun Allah desa xato bo'ladi. Bu çok bo'lmaydi. Mana ya ikkilisi nima nakira. Mesela nekir xaslashgan bir isim. Uçan o'zida biz qoni mubtada qilsak, qoni xabar qilsak, aynan shunday qilish kerak. Xabarning o'zi kendi bo'lish, mubtadan o'zi boshli bo'lish vojib. Nima vojib? Yana bayoni yo'qotibdi. Ya'ni uniki ma'nik mubtada ekanligini, ma'nik xabar ekanligini hech qanday bir uniki bir hujjat yoki bir dalili yo'q. Onu bayan qilib beradigan bir narsa yo'q. Shu vaqtning o'zida anadagi xabarniki o'zini mubtadaniki beshiqi achiqish nim qilib uchoqda to'simiz. Ey, achiqma bu bo'lmaydi deymiz. Ammo u yer nima bor? Qarini bor. Qarini bo'lib uchoqda o'zi adam uqqan bo'lsa, uchoqimizda mubtadaniki beshiqi xabarni achiqsak, ha, Zaydun qoimun desa bu unda degan bilan qoimun Zayd degan bilan qoimun degan mubtada deb hammada buni ma'rifa degan nima bo'ladi? Mubtada bo'ladi, nakir degan xabar bo'ldi deb bo'ladi. Uchoqimizda nima o? Durust. Mesela Zeydun ahuke deyapti. Mesela seninki Zeyd senin qaridishing degan bo'lsa, Zeyd mubtada ahu xabar bo'ldi. Ikkisi ma'rifat o'xshash bo'ldi. O'xshash bo'lgandan keyin biz bu nima deymiz uni? Uchanizda ikkisi o'xshash, mushna bo'lgan vaqt o'zida uchanizda qaysi mubtada, qaysi xabarniki bayon qilgan ish bo'lmasa, biz qani mubtada qilmoqchi bo'lsak, mesela Zeydunni deydi. Buni ilgari qilishimiz xabardagi qilish vojib. Eğer onu bayan boğan bolsa aveti degenimizdek qaimun Zeydun. Uçatı bunu verdi. Nekir muşundaq. Hem de erişkilisi ki nekir upkaptu haber hem mubtada unda haberin bağam de. Kışta tahassülen nim aydındı mubtada haberge hem haber aydındı. Bunu bu itibarla biz qaisin her işkilisi nekir keldi ki bayanlık özü ma nekire ma haber ma mubtada degen bayanı yok. Uçan özde qattiço bombaydı. Ama bayan olsa uçan özü çok bunu verdi. Ma mubtadaken ma haberken de bir alameti. Şunu o'xshash mubtadaniki ilgari bo'lishi to's, qachoniki vaqtiki pil bo'lsa, men o pil xabar bo'lsa. Pilninki o'zi xabar bo'lgan vaqtning o'zida nima qilamiz? Shu xabar bo'lgan pilninki o'zini mubtadaniki besh chiqishini to'simiz. Nima o qat'iy durus olmaydi. Masalan, nima deb qoma Zaydun. Oyat deganimizda Zayd nima? Zaydun qoma. Zayd o'rtudi ol Zayd debdi. Men şu vaqt o'zidan qanday qoldi uçağınızda ma pil. Qama degan pilning o'zi nim bo'ldi? Zayd degan mubtada, qama degan xabar. Xabar bo'lgandan keyin uçağınızda Zaydu qama Zaydu desak çok bo'lmaydi avayt degan. O'zgarib ketdi ma'ning o'zi. Hammasi. Ammo biz o'rtada bilmaydi, ammo o'zgarmaydi. Bu o'zgarib ketdi. Chunki jumla ismi bilan jumla fi'liniki o'ttirish farqi nima? Cho'ng bor. Yoki ev qosida isti'maluhu munhasira. Yoki maqsad qilinsa shu xabarni ishlatishning munhasir bo'lib. Uçağınızdan men xabarni 5 ga açıqsaq qat'iy bo'lmaydi, durustchu bo'lmaydi. Ya'ni xabarning o'zini mubtadaga hasr qilib, faqat mubtadan boshqa narsa o'tib ketmaydi degan vaqtning o'zidan xabarniki o'zini mubtadan 5 ga açık olsak, shundami? Mubtadaga açık olsak, uçağınızda mubtadadan xabarni keyin akasak shu bo'lmaydi. Masalan, bu nima hasr degan? Mana İnnama diye esirindeki bildirilgen bir nimuan, bir harf var. Birisi illa, yine birisi innama. Bu maaninin gibi. Bu yer biz ne deyimiz? İnnama Zeydun qaimun. Bu yer biz ne deyimiz? Kolmenimizce cezmen innama Zeydun gap şudur, şunun özü emestir. Yani buruk benim. Zeyd öğütücüdür diyen. Yani ne diyen gap? Zeyd pakatlı öğütücü yine bir nasıl ütüp gitmeydi o diyen gap oldu. İnnamanın manisi. Yani biz pakatla Zeyd öğütücü de bazı yeni zamanında deyimiz. Benim maziyedin illa qaimin çoğun emas Zeyd pakat öğütücü diyen gap. Yani öğütücünün özü Zeyd ütüp gitmeydi, başka narsa qilmaydi degan bo'lgandan mushu illa va innaman ishlatgan va xabarni qilmoqchi bo'lsak, o'changizda xabarniki o'zini 5 ga chiqib, mubtadoni keyin aqib olsak,
Bo'lmaydi. Chunki nima uchun gap ketadi, nima uchun unda durust olmaydi? Chunki ucha unda qilib qo'ysak, hasrdan iborat bo'lgan narsa nima bo'ladi? Yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketgan nima bo'ladi? Ha, Zaydaxon o'rtib turib degan, yepmay ishib degan, turib degan, yetib degan gap o'qib qoladi. Lekin u yerda maqsad Zaydaxonniki faqat qoimdan iborat bo'lgan narsa, boshqa narsa qilmaydi degan iroda qilmoqchi. Bu mazmun tushib ketdi. Shu bu durustchi emas. Yoki bo'lsa, mana shu xabarning o'zi mustat topdi. İptidaniki leminiki x uchun ne bo'pti? Mana mustat topdi. Mustat bo'lgan vaqt o'zida u chog'da xabarni mubtadaning beshga chiqishimiz qat'iy durust emas. Endi nima deb? Zaydun laqaim. Zayd jazman o'rtug'chidir degan gap. Undan keyin Zayd degan mubtada laqaim degan mustat bo'lgan xabar bo'ldi. Buniki beshiga, buning beshiga ibtidoning lemua la keldi. Men la kelgan vaqtda nima deymiz? Mana Zaydun laqaimun deyishimiz vojib, ammo laqaimun Zayd deyishimiz nima? Xato. Bu qat'iy durustchi bo'lmaydi. Yoki bo'lsa shu xabar sadrni lozim tutquchi bo'lsa. Ya'ni sadr degani nima? Ko'ksi. Ya'ni oldida tutquchi bo'lsa. Ya'ni jumlaniki oldida kelishni davomli arab tilida buni lozim tutgan. Qanday yer bir yer kelib qolsa shu kelimenin o'zi cümlenin beşik çıkış vacip bo'lgan bir minch kelimeler var. Mesela nima men ma deydigan men aşdaq nimalar var, kelimeler var. Yani huruf sadr deydigan. Men mushu cümleniki o'zi de yana sadrniki harfi aşdaq bo'lgan vaqt o'zidan bu mubtada bo'ladi. Uniki beshiga, aniki xabarni chiqib qo'ysak, men o'zniki asli qo'ygan adab siz va cümleyi asıl 5'de oturursa 10 töyde degan ekan. Bu aprib özümüz ixtiyorla onun 5 xabarni ekip qo'ysak, bu qoidaga zid bo'lgan bo'ladi. Bu nima emas, o qat'iy durustchi emas. Masalan, malli munjida debdi. Kimi men uchun munjid bo'lgan odam, ulug' odam men uchun kimdir debdi. Mana bu yerda men degan nima? Mubtada. Milli degan nima? Uniki xabari, cümle xabar oldu. Cümle xabar olgandan keyin uçağınızda menniki o'zi istifhom bo'lib, mana cümle kelgan vaqtda davomli istifhomlar boshda kelishni iltizom qilgan. Unda olgandan keyin li munjida men desa xato olishimiz. Bu qat'iy bo'lmaydi, mana durustchi bo'lmaydi endi. Sadr lozim tutani shu. Ne şu? Men. Kimdir men üçün? Kim o men üçündür? Degan nima o? Gapchi bo'lgan bo'ldi endi. Deydi. Melli mucida men mubtada bo'ldi, xabar bo'ldi. Durust olmaydi. Buniki li men muncida deyishniki o'zi. Endi va nahu indi dirhamun va li vatarun multazamun fihi taqaddumul xabar. Xo'sh, yuqorqi misolning o'zidan xabarning mubtadaniki beshiga chiqish qat'iy bo'lmaydi ekan. Mana o'sha sababdan o'zi mubtada vojib. Xabar bo'yicha o'zi o'rnida turdi. Endi mayada deydi. Indi dirhamun vali va tarunniki o'qishi lozim tutulg'uchidir bu o'qishidan xabarniki ilgir bo'lishini. Mana ba'zi jumlalar var. Xabarniki shu kalomning o'zidan mubtadaning beshiga chiqish vojib bo'ladi. U qavm men mushu. Qavm indi dirham. Mening qashimda nim bordir, bir dirham bordir. Shuningdek men uchun bordir bir nima hojat bordir debdi. Mana bu yerda indi degan xabar muqaddam. Dirhamu degan nima? Mubtada muaxxar. Li degan xabar muqaddam. Mana vatarun degan nima? O xabari mubtada muaxxar bo'ladi. Unda o'yladiki bu yerda dirhamun indi deyish nima? Xato. Vatarun li deyish nima? Xato. Bu qat'iy durust emas. Chunki bu mubtada jumla buzilib ketadi. Nima uchun? Dirhamun indi degan vaqt o'zida dirhamunniki nemisi o? Dirhamki meni qaşım dedi degan gap. Meni qaşimdiki dirham degan gap bo'ladi.
Çünkü dirhem ola indin ağlı bir nes mahsup onu takdir kılımız ya ki kain ya ki istakar deb. Onda vardı ki bu bir parça oludu, bir kalamdaki parçası kalıdı, musnad ya bir nasip oldu. Onunki bir ilk kalamdaki olmaydı andaki bu. Kalamda hiç gitip kalıdı. Şunun için biz bunun ne deyimiz onu haberini aş mukaddem kırıp menin kaşımda dur diyendiyken muftuda haber oldu. Dirhem badur yani pul vadur diyendiki pul va diyendiyken muftuda oldu yani bir kalam ne oldu bu kalam bulup bir paydı vergen oldu. Hem de inan bunu kandak oldu dese okşu diyen gapning üzüden yani bir zarb bulup zarbniki üzü ne buptu haber optu. Uçağınızda nekir olgan isim üzü ne buptu ahir kelgen isim mubtada olgan vaqti üzüden mubtada olgan yelik nekir isim keyin o zarb olgan isim töpege akirip haber kılışımız vacip. Bir adam kopup ve terul lidse hata. Sizin acıtınız varken ne buptu deydiğin gibi. Şunu oşaş yine haberinin ilgili oluş vacip oludu. Kaçanik yansa şu haberge bir muzmer. Bir zimir nimkiptu, yeniptu. Anda bir muftadadan ki şu zimir, şu muftada bilen şu zimirden haber berildikken bayan kalette. Şu vaktin üzerinde anıdikken nimini haberini ilgili kılışımız, muftadanı kim kılışımız neymen o vacip. Dep şu şuna değil. Mesela piddari sahibuha. Bu hemmiyet değilgan yapmağım. Oyludu badur, oylununki ilgisi depto. Piddari haber mukaddem, sahiba muzafızay mubtada oldu. Hem de benim muşikalamniki üzerinde, bana piddari diyen aş mubtadani, bana neme kalışımız, ilgir kalışımız, sahiba diyen mubtada neme o perz. Yani perz deylem de vacip. Bu şunu oşaş, kaçaniki yansa, şu nemige mubtadaga bir zimir yenipti. Yani ki kaçanı yalgan bolsa şu haberge bir zimir yenip kaptı. Ada yeni zimir nemige haberge. Yani haberde bir zimir varken şu ya ki kaçanı yansan şu haberge bir muzmer yenipti. Yani ki mubtada'daydı. Şu mubtada'da bir zimir varken, muzmer varken. Yani sahibi var diye mubtada ya. Mubtada olganlıkın adı bir zimir oldu yani mubtada'da. Şu mubtadaga bir muzmer, zimir bilinen bir nes yenipti yani mubtada'nınki üzü. O muzmer neymi? Anda bir mubtada'dan idiken, beni şu mubtada bilen, yani şu zimir bilen, şu mubtada'dan. Yani şu sahibi diye mubtada'dan, beni haber verildi bayan kalette. Yani oyludu badur, oylunun ilgisi diyendeyken, oyludu badur diyen gap, oylununki ilgisi ba diyen gapniki üzüne piddar nimkıldı, bayan kıp haber verip, onun için uhtudu. Uhtuğandaki sahibaniki üzü mubtada olup, mubtadaniki işçiden, haberi yanıdığan bir zimirçu ba, gapның asas düşülüşü bu. Benim haberniki üzüden, kandak varken, haberniki üzü, mubtadağı yanıdığan bir zimir, mubtadada bir zimir olup, bu zimirninki üzü mubtadağı yanıdiken. Yanıdığan bolsa uçan üzde haber ilgiri, mubtada çünkü kim buluş gerek? Ne biçim? Zimir diyen neymek yanıdı? Zimir diyen gapniki üzü, yüzdeki aldığı ötke isim uçu yanıdı. Mene, yüzün aldığı isim bu yanıdı. Her göz yüzdeki yanıgan, o yelaki kinkege isim bu konmaydı, uçu yanmaydı. Yanmağan deyken, bu itibarla şu an piddari sahiba dep, piddarin ilgili kılışımız, sahiba dep, onun için kim kılışımız neymi onun vacipçi boludu deydemdi. Değil mi onun vacipçi boludu, bunun kılışımız gerek, okuşumuz gerek deydim. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.